Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Huzuringlarda ustoz Muhammad Yusufning Qur'oni Karim qandoq kitob nomli asari. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Musulmonlarda kam narsa ilm ma'rifat emas, balki iymon. Uchur vositalarining o'qdek taraqqiy qilishi soyasida hozirgi zamondagi musulmonlardagi kam narsa ilm ma'rifat yoki islomiy uchurlar emas, balki kam narsa haqiqiy iymon bilan ularning shaxsiyatchiligini yengib tushadigan ma'naviy quvvatdir. Musulmonlar jamiyatini isloh qilishning yo'li shaxslarni isloh qilishdan boshlanadi. Shaxslarni isloh qilish oiladan boshlanadi. Chunki oila jamiyatning ultimidir. Buningdan oiladagi islom tarbiyasining naqadar ahamiyatli ekanligi yana bir qitim ta'kidlanadi. Musulmonlarga osmondan bir mo'jiza yoki g'oyibona bir kuch kelib, ularni bu patqoqdan chiqarib qo'ymaydi, balki o'zlari tirmishib chiqadi. Qur'oni Karim iymonning markaziy nuqtasidir. Zamonimizdagi islom ummatining eng chong kirisi iymonning ojizligidir. Musulmonlarning beshiga kelgan baxtsizliklarning hammasining sababini iymonning ojizligidan ko'rish mubolag'a qilganlik bo'lmaydi. Biz iymonimizni kuchlantirmay turib, o'zimizni kuchlantirolmaymiz, qad ko'tarolmaymiz va beshimizga kelgan talaysizliklardan qutulolmaymiz. Chunki islom millati iymonning kuchi bilan borliqqa kelgan va shuning bilan qad ko'targan millat bo'lib, bizmi shuning bilan qad ko'taramiz. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundaq degan: bu ummatning oxirining ahvoli faqat oldinqilarining ahvoli tuzilgan narsa bilan tuziladi. Buxoriy rivoyati. Iymonni kuchaytirishning choralari va sabablari ko'p. Masalan, toat ibodatni xolis qilish, Qur'onni qoidasiga uyg'un ravishda tilovat qilish va Alloh taologa yaqinlashish yo'lida yaxshi amallarni ko'p qilish qatorliqlar iymonni kuchaytirishga yordam beradi. Iymonni kuchaytirish choralari ichida Qur'on tilovat qilish oldingi o'rinda keladi. Alloh taolo haqiqiy mu'minlarning sifatlarini bayon qilib mundaq degan: Alloh yod etilsa, dillarida qo'rqinish paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, har ishda Rabbiga to'yinadigan kishilar haqiqiy mu'minlardir. Sura Anfal 2-oyat. Qur'oni Karimning qalblarga beradigan ta'sir kuchi intayin cho'ng bo'lib, hech qanday manba uning bilan raqobatga tushanmaydi. Dunyoda insonlarni e'tiqod, axloq va boshqa taraflardan butunlay o'zgartirib o'tgan Qur'onga o'xshash bir kitob ko'rilgan emas. Qur'oni Karim o'z vaqtida fikr va e'tiqodda xurofotga cho'kib ketgan, ijtimoiy tarafdan intayin tarqoq, siyosiy jihatdan urushqoq, qisosxo'r, hatto millat qatoridan sanalmaydigan arablarni tarbiyalab, o'zgartib, dunyoga adolat, rahim shafqat va haqqoniyatning urug'ini chachadigan, go'zal axloqi bilan kishilarni qoyil qiladigan darajaga yetkazgan edi. Islom shoiri marhum Muhammad Iqbol Qur'oni Karimni ta'riflab mundaq degan ekan: Qur'on kitoblar emas, balki u qalbga kirsa inson o'zgaradi. Inson o'zgarsa, dunyo o'zgaradi. Qur'on risoli bilan mo'jizani o'ziga mujassam qilgan kitobdir. Qur'oni Karimning ilgariki Tavrot, Injil va boshqa samoviy kitoblarga o'xshamaydigan taraflardan biri uning risoli bilan mo'jizani o'ziga mujassam qilganligi edi. Chunki Qur'onmi boshqa samoviy kitoblarga o'xshash kishilarni Alloh taologa boshlaydi, ularga hidoyatning yo'lini ko'rsatib beradi va qiyinchiliklarni qanday yengishni o'rgatadi. Mana bu uning risoli tarafi bo'lib, bu jihatda Tavrot va Injillarga o'xshaydi. Ammo Qur'oni Karimning ilgarki samoviy kitoblardan hech qaysiga o'xshamaydigan tarafi uning mo'jizasi bo'lib, Qur'oni Karimning mo'jizasi uning badiiy ifodalash usulidagi ustunligi, asrlardan beri burmilnishdan va o'zgartirishdan saqlanib qolganligi, ko'rsatmalarining har zamon va har makonga munosib ekanligi va dillarni moyil qilishdagi sehriy kuchi bilan cheklanib qolmasdan, insonlarning hayotini tubdan o'zgartirish, ruhiyatini yangilash va ichki ma'naviy quvvatni uyg'otishga o'xshagan katta mo'jizalarni o'z ichiga oladi. Qur'oni Karimning bu mo'jizasi dillarni yashartiradigan, o'lgan qalblarni tirildiradigan va obiy hayot beg'ishlaydigan mo'jizadir. Aslida ma'naviy jihatdan o'lik bo'lib, biz uni iymon bilan tirildirib, uningga kishilar orasida yuralaydigan nur bergan odam bilan zulmatlar ichida qilib, uningdan qutulolmagan odam o'xshashmi? Kofirlarga ularning qilmishlari ana shundoq chiroyli ko'rsatildi. Sura An'am 122-oyat. Qur'oni Karimning risolasi kishilarga ularni Alloh taologa ilib boradigan to'g'ri yo'lni ko'rsatib berish xususiyatiga ega bo'lsa, uning mo'jizasi kishilarning qo'ldan tutib to'g'ri yo'lga kirgizish,
ularni jaholatning qorong'uliqlaridan chiqarib iymonning nuriga ilib chiqish xususiyatiga egadir. Qur'oni Karimning bu ikki cho'ng vazifasini bayon qilgan oyatlarmi ko'pdir. Masalan, Maida surasida mundaq deyilgan: Haqiqatan sizlarga Alloh tarafidan nur va ro'shan kitob keldi. Alloh shu kitob orqali roziligini izlaganlarni nijotlik yo'llariga yetaklaydi. Alloh o'z irodasi bo'yicha ularni kufrning qorong'uliqlaridan iymonning nuriga chiqaradi va ularni to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Sura Maida 15-16 oyatlar. Bu oyatlarda Qur'oni Karimning risolasidan iborat kishilarni hidoyatga boshlash vazifasi bilan uning mo'jizasidan iborat kishilarni qorong'uliqlardan chiqarish vazifasi bayon qilingan. Chunki hidoyatga boshlash, uningga chaqirish va uningga da'vat qilish ishlari normalda ularga haqiqatni ochiq bayon qilish bilan amalga oshadi. Ammo kishilar kufri va zalolatning qorong'uliqlaridan iymon va haqiqatning nuriga ilib chiqish ishi kishilarning ichki dunyosida ularni harakatga keltiradigan energiyani yaratish va uni qo'zg'atish bilan amalga oshadi. Bu vazifani Qur'oni Karimning mo'jizasidan boshqasi o'rinlayolmaydi. Qur'on birli vaqtda fikr va hissiyotga xitob qiladi. Qur'oni Karimning eng chong xususiyatlaridan biri shuki, u birli vaqtda fikr bilan hissiyotga xitob qiladi. Chunki u aqlga xitob qilib, uni qoyil qiladi va shu vaqtning o'zida bu xitob hissiyotga ta'sir qilib, uni qo'zg'atadi, harakatga keltiradi va ichki energiyani uyg'otadi. Shunda qilib bu qoyillik bilan uyg'onish mustahkam iymonga aylanadi. Qur'onning oyatlaridan boshqa so'zlar insonda bundoq o'zgarish paydo qilinmaydi. Dunyoda kishilarni har qanday bir fikrga yoki iqimga chaqiradiganlar ularni qoyil qilish uchun turli vositalarni qo'llanadi. Shunda qilib ularning aqlini qoyil qiladi. Ammo bu qoyillik qalbda o'rinlashib iymon darajasiga ko'tarilmaydi. Buningdagi sabab ularni turli usullarni qo'llanibmi kishilarning qalbiga ega bo'lolmaganligi va ularning hissiyotini kontrol ostiga ololmaganligidir. Chunki bunday qilish insonlarning qo'ldan kelmaydi. Qur'oni Karimning bunday qila olishi uning Alloh taoloning mo'jizasi bo'lganligidan edi. Doktor Muhammad Abdullah Dizar mundaq degan ekan: insonda tafakkur quvvati va vijdon quvvati deb ikki xil quvvat bor bo'lib, insonning bu ikkisiga bo'lgan ehtiyoji ayrim ehtiyojlardandir. Chunki ularning biri haqiqatni tonishga yordam qiladi, yana ta'sirot ato qiladi. Shunda qilib, tafakkur bilan vijdondan iborat bu quvvat insonga xuddi qushlarga xizmat qiladigan ikki qanotga o'xshash xizmat qiladi. Biz ulamolarning, adiblarning va shoirlarning so'zlarini bilamiz. Ular bir tarafdan oshirib etsa, yana bir tarafdan kamchil qilib qo'yadi. Masalan, ularning yozganlari vijdoniy tarafdan mukammal bo'lsa, fikriy tarafdan yetarsiz qoladi. Fikriy tarafdan mukammal bo'lsa, vijdoniy tarafdan ojiz keladi. Bir vaqtda har ikki tarafdan mukammal bo'lolmaydi. Siz bir adibning asrini yoki bir shoirning she'rini o'qiganingizda, uning bir ilmiy nazariyani yoki bir ishning yo'lini tashviq qilayotganligini ko'rib, uning uslubining aqlni markaz qilgan uslub ekanligini bayqaysiz. Agar uning kishilarni bir ishdan nafratlantirish yoki so'ydirish uchun kuch kiritayotganligini ko'rsangiz, uning uslubining vijdonni markaz qilgan uslub ekanligini bayqaysiz. Ammo bir uslub va bir yo'nalishda ketib berib, ham aqli, ham vijdoniy har ikki tarafni o'xshashli markaz qilgan va har ikkisiga o'xshashli xitob qilgan uslubni Qur'oni Karimdan boshqa hech bir asarda topolmaysiz. Bu xuddi yaproq, chechak va mevalarni barobar ko'tarib turgan daraxt shexiga o'xshaydigan uslub bo'lib, insonning so'zida mundoq mukammal ifodasini topa olishi mumkin emas. Qur'oni Karim ana shundoq birli vaqtda ham aqlni, ham vijdonni harakatga keltira oladigan kitobdir. Misol uchun tuvanda birli oyatni birga o'qib chiqayli. Alloh taolo qisos to'g'riliq mundoq deydi: Ey iymon etqanlar, o'ldirilganlar uchun qisos ilish sizlarga farz qilindi. Ozod odam uchun ozod odamdan, qul uchun quldan, ayol uchun ayoldan qisos ilinadi. Qotil uchun qerindishi, ya'ni o'ldirilguchining egisi tarafidan bir narsa kechirim qilinsa, kechirim qilguvchi qotildan diyatni chiroyliqcha talab qilishi, qotilning diyatni yaxshilikcha berishi lozim. Bu hukm Rabbinglar tarafidan kelgan yeniklatishdir va rahmatdir. Shuningdan keyin qotilga hujum qilgan odamga qattiq azob bor. Sura Baqara 178-oyat. Oyatni ey mu'minlar degan xitob bilan boshlash
musulmonlarni itoatchanlikqa undaydigan usul bo'lib, o'zining mu'minlardan ekanligini his qilgan yoki esiga olgan odam mu'minlarga loyiq ishlarni qilishni va Alloh taoloning qandoqli bir amr farmonini jon fidolik bilan o'rindash lozimligini asdan chiqarmaydi. Oyatdagi qeyrindishi degan so'z musulmon o'ttirisida bir-birini o'ltirishgacha ilib borgan ziddiyatlar yuz bergan bo'lsa-mu, yanada ular diniy jihatdan qeyrindosh ekanligini asga oldirish orqali kechirimchanlikqa va bir-birini abu qilishga undaydi. Ularning ko'nglini yumishtish rolini o'ynaydi. Oyatdagi chiroyliqcha talab qilishi degan jumla bilan yaxshilik bilan berishi degan jumlalar udul hissiyatga xitob qilgan jumlalar bo'lib, qisos talab qilinadigan munda qotillik voqeasida taraflarni past qo'yga tushirish va ularni yumshoqlikqa undash ko'zda tutiladi. Oyatdagi bu hukm Rabbinglar tarafidan kelgan yeniklikdir va rahmatdir degan jumla Alloh taologa minnatdorlik bildirish burchini xotirlatish bilan birga o'ldirilguchining egisini qotilga qarata rahim shafqatlik bo'lib, imkon qadar diyatni yeniklatishga tashabbus qilish rolini o'ynaydi. Chunki Alloh taolamo bandalarga har ishda yeniklatish va rahmat bilan muomala qilgan ekan, bandalarmu bir-biriga shundoq muomala qilishi lozimligini ta'kidlaydi. Oyatning oxiri tahdid bilan oyoqlashgan. Qotildan diyat ilishga rozi bo'lib, uningdan qisos ilishdan voz kechganlar navoda so'zdan yenib olib, qotilni o'ldirib etsa yoki qotil qisosdan qutulib olib, o'zi va'da qilgan diyatni berishdan bosh tortsa, bu Alloh taoloning shariatida haddan oshganlik bo'lib, ular oxiratning qattiq azobiga duchor bo'ladi. Mana yuqorida ko'rganimizdek, birlik qisos oyatida kishilarning hissiyotini uyg'otish, aqlini ishqa silish, ko'nglini yumishtish, siliqlikqa chaqirish, shafqat qilishga undash va oxirida tahdid qatorliq uslublar bilan qisos masalasi hal qilingan. Bundaq isil va ta'sirlik bayonni insonlarning asarlaridan qaysi bir asardan topqili bo'lsin. Qur'oni Karimning bir onda aql bilan vijdon har ikkisiga xitob qilganligining o'rnaklari intayin ko'p. Qur'oni Karim xotinlik munosabatidan iborat intayin nozuk bir masalani o'qigan mayli bo'lsin yoki ayol bo'lsin, hech kimning g'ururini zedalamaydigan va har kim rohat o'qiydigan usul bilan bayon qilib mundoq degan. Ayollaringlar sizlar uchun xuddi ekinzorliqdir. Ekinzorliginglarga xohlagan ravishda kelinglar. Oldi bilan o'zinglar uchun yaxshi amallarni qilinglar. Allohdan qo'rqinglar va bilinglarki, sizlar cho'qim Allohning oldiga borasizlar. Ey payg'ambar, mu'minlarga xush xabar bergin. Sura Baqara 223-oyat. Hurmatli qarindishim, ustoz Muhammad Yusuf qalamga olgan Qur'oni Karim qandoq kitob nomli asar mana mushu yerda oxirlashdi. Tarqitish orqali qo'llang va ajrga o'rtoq bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mikrofon oldida Hidoyat Musajon.